Egzo uy tozalav seansi qanday holatlarda kerak? Avvalambor uyingizda baraka yo'qligida, oilaviy o'zaro ichki agressiya, uyingizga kirsangiz o'zingizni qanaqadir horg'in, lanch, bosh og'riq ko'tarilishi mumkin, shunaqa his qilishingiz. Ko'chada yaxshi, uyga kirganda qanaqadir og'ir bo'lib qoladi inson. Agar uyda yosh bolalar bo'lsa, ular kechqurun uyqusida yaxshi uxlay olmasligi, ko'proq yig'lab chiqishi yoki katta insonlarda ham uyida qanaqadir uxlaydi, lekin ertalab xuddiki uxlamagan odamdek miyasida juda ham kuchli horg'inlik holatida uyg'onishi, oilaviy munosabatlarda er-xotin munosabatiga ham ta'sir qilishi mumkin, puliga ta'sir qilishi mumkin. Bu seanslardan keyin sizda qanday jarayon bo'ladi? Men o'zimni seanslarimdan, ya'ni natijalardan kelib chiqadigan bo'lsam, shunaqa mijozlarimizda ko'rganmiz. Umuman sotilishi kerak bo'lgan uy bo'lgan va u juda ham arzon narxga ham rozi. Keyin biz uni seans qilganimizdan keyin u 2 barobar qimmatiga yana usti o'chirt bo'lganda men olaman. Ayrim insonlarda bo'ladi, xuddiki kimdir uyda yashab yurgandek his qiladi-da o'zini. Xuddi qachondir o'zim uyimga ketaman deydi, lekin aytadi, qayerga ketaman, chunki bu meni uyim-ku deydi. Buni ayniqsa kelinlar yaxshi tushunadi-da. Bunaqa holatlarda ham o'sha sushnislarning ta'siri bo'ladi. Uyda shu darajada kuchli baraka bo'lishi boshlaydi, tinchlik, totuvlik, o'zaro ahillik bo'lishi boshlaydi. Agar sizga ham shunaqa oila, muhit kerak bo'lsa, uy tozalav seansimizni tavsiya qilaman sizlarga ham.